Andre Marua. Chorshanba uchun binafsha. Fransuz adabiyotining yirik vakili Andre Maruaning hikoyalari nafaqat fransuz milliy adabiyoti mulki, balki jahon adabiyotining serjulo asarlari sirasidan joy olgan. O'zbek tiliga o'girilgan hikoyalari asosan ustoz munaqqid tarjimonlik maktabining zabardast vakili Ozod Sharafiddinov qalamiga mansubligi bois ushbu to'plamda yozuvchi hikoyalarini bir tarjimon ijodi asosida mutolaa qilamiz. Yozuvchi hikoyalarining ahamiyatli jihati shundaki, Marua kitobxonga yuzlanar ekan, voqeani shunchaki bayon qilmaydi. Tasvir orqali qahramonning iztiroblari, hayotiy xulosalari, jamiyatning og'riqli nuqtalari muallif tilidan kitobxon qalbiga alam bilan quyiladi va so'nggi so'z o'quvchining iqrori sifatida yuzaga chiqadi.